Assalomu alaykum barchaga kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilari. Bugun sizlar bilan xuddi shunaqa 3x3 kubik Rubikni noldan to'liq oson usullar bilan yig'ishni o'rgataman. Har birida bosqichma-bosqich formulalari bilan ko'rsatib o'taman. Albatta bu video siz uchun foydali bo'ladi. Albatta videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bunda biz hozir kubik Rubikimizni noldan buzib yig'ishni boshlaymiz. Mana ko'rib turibsiz, kubik Rubikimiz hamma tomonlari buzilib ketgan. Endi buni biz boshqatdan yig'ishni boshlashimiz mumkin. Xohlagan bitta rangni tanlab olamiz. Masalan, men hozir sariq rangni tanlab olaman. Bundan ham avval yana bir e'tibor beradigan narsamiz, biz markazlarga e'tibor berishimiz kerak. Har doim markazlar bilan ish qilinadi. Masalan, mana bu 9 ta kubik donalarini o'rtasida sariq rang bor. Bu yerda yashil, bu tomonda sabzi rang, bu tomonda oq va hokazo 6 ta markazlarimiz bor. Men masalan sariq rangni tanladim. Endi men qarayman. Men mana shu 9 ta toshni keltirib tushirishim kerak. Sariqni atrofidagi yana markazlarga qarayman. Masalan, mana bu markaz. Bu markazimiz qizil markaz, bu yerda sariq markaz. Bu yerga sariq va bu yerga qizil rangli toshni keltirishim kerak bo'ladi. Mana bu tosh, xuddi mana shu toshni mana bu yerga keltiraman. Mana, xuddi shu tarzda keltirdim. Endi qolgan 4 tasini ham xuddi shunday keltirishim kerak. Masalan, sariq, yashil. Bu yerga ham sariq, yashil toshimizni keltiramiz. Sariq, yashil toshimiz mana va buni avvalgisini buzib yubormagan holda qolganlarini ham tushiramiz. Endi sariq, sabzi rangni tushiramiz. Sariq, sabzi rangimizni topdik va buni ham tushiramiz. Mana ko'ryapsiz, 1, 2, 3 tasini tushirdim. 4-sini ham tushirishim kerak, sariq va ko'k. Sariq ko'k markazlarining orasiga tushiraman. Mana bu toshimiz. Buni ham biz o'z joyiga keltirdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'k bilan ko'k, sariq bilan sariq. Sariq qizil, sariq yashil va sariq sabzi rang. Endi keyingi navbatda e'tibor beradigan narsamiz burchaklar. Endi bu yerga sariq, bu yerga ko'k va bu yerga sabzi rangdan iborat bo'lgan toshimizni keltiramiz. Sariq, sabzi rang, ko'k. Mana bu tosh. E'tibor bering, buni avval tashqariga chiqaramiz. Tashqariga chiqardik, qolganini yana joyiga keltiramiz. Endi buni joyiga olib boramiz. Mana bu yerga keltiramiz. Xuddi shu tarzda tushiramiz. Buni maxsus formulalari yo'q. O'zingiz ozgina fikrlab shu yerga tushirib olishingiz mumkin. E'tibor bering, qolgan yig'ganlaringizni, mana bu plus shakliga keltirganlaringizni buzib tashlamasligingiz kerak. Mana shu 4 ta burchakni ham keltiramiz. Bu yerga sariq, bu yerga sabzi rang va bu yerga yashil. Chunki markazlar bilan mos tushishi kerak. Bu yerga yashil, bu yerga sariq va bu yerga sabzi rang. Shu toshlarni olib keltiramiz. Mana bu tosh. Buni ham o'z joyiga keltiraman. Ko'ryapsizki, mana bu ham o'z joyiga keldi. 4 talasini ham o'z joyiga keltiramiz. Yig'ib bo'lganimizdan so'ng bizda birinchi bosqichimiz tugaydi. Biz kubik Rubikimizni birinchi tomonini yig'ib bo'ldik. Mana bitta tomoni biz to'liq yig'ib bo'ldik, markazlarga moslashtirgan holda. Endi kubik Rubikimizni yig'gan tomonimizni pastga qo'yamiz, pastga tushiramiz mana. Yig'gan tomonimizni pastga tushirdik. Endi o'rta qismini yig'ishga o'tamiz. O'rta qismiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham markazlarga e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda ko'k markaz bor va bu yerda sabzi rang markaz bor. Bu yerga ko'k rangni, bu yerga sabzi rang qilib toshni keltirishimiz kerak. Mana bu tosh, sabzi rang ko'k. Boyagi joyimizga olib kelamiz mana. E'tibor beradigan narsamiz, mana biz kerak bo'lgan toshimizni olib kelib oldik. Pastda sabzi rang turibdi, ko'ryapsiz. Ko'kimiz tepada, sabzi rang esa pastda turibdi. Sabzi rang pastda bo'lsa, o'sha sabzi rangni yoniga keltiramiz. Agar ko'k rangimiz pastda bo'lganda, bu tomonga keltirgan bo'lar edik. Mana bu tomonga keltiramiz. Sabzi rang bu yerda bo'lgani uchun o'zini tomoniga olib kelamiz. Shu yerga olib kelamiz va xuddi mana shu formulani takrorlaymiz. Kubik Rubikga shunday ishlaymiz. Sabzi rangni bu tomonga keltirdik va xuddi mana shu formulani takrorlang. Pastga o'ngga, pastga o'ngga, pastga chapga, tepaga chapga, tepaga. Mana ko'ryapsiz, tushdi. Xuddi mana shu formula bilan tushirishimiz kerak. Yana hozir ko'rsatib o'taman. Endi sabzi rang yashil. Yana xuddi o'shanaqa holat. Yashil pastda, ustiga keltirdik. Sekinroq ko'rsataman. E'tibor bilan o'zingiz ham takrorlab borishingiz mumkin.
pastga, o'ngga, pastga, o'ngga, pastga, chapga, tepaga, chapga, tepaga. Mana ko'ryapsiz, bu ham joyiga tushdi. Endi yana ikkita toshimiz qolyapti. Bularni ham tushirishimiz zarur. Mana qizil, yashil bizga kerak, lekin bu tepada emas, pastda turibdi. Buni qanday biz tepaga chiqaramiz degan savol sizda tug'ilishi mumkin. Mana shu tosh bizga kerak. Shuni chap qismidan, mana shu qismdan mana bu formulani takrorlang. O'ng qismdan emas, chap qismdan. Sizga kerak bo'lgan toshni chap qismidan mana shu formulani takrorlang. Chapga, tepaga, o'ngga, pastga, o'ngga. Bunday qilamiz. Mana bunday va bunday. Tepada ko'radigan bo'lsak, toshimiz tepaga chiqdi. Mana qizil, yashil toshimiz tepada. Endi buni bu tomonga olib kelamiz. Boya biz ko'rayotgan formulalarimiz qizil tomon pastda edi va biz bu tomonga olib kelayotgan edik. Endi bizda teskari holat vujudga keldi. Endi biz yashilni bu tomonga olib o'tamiz. Boya o'ng tomonda turgan edi, endi bizda chap tomonda turibdi. Endi bunga ham mana bu formulani takrorlang. Chapga, tepaga, o'ngga, pastga, o'ngga, bunday, bunday va bunday. Mana ko'ryapsiz, bu ham o'z joyiga keldi. Bizda bitta tosh qolyapti. Mana qizil ko'k. Endi bu o'ng tomonda tushadigan holatga to'g'ri kelyapti. Mana qizil ko'k toshimiz, ko'ryapsiz, o'ng tomonda turibdi, chap tomonda emas. Yana boyagi formula: pastga, o'ngga, pastga, o'ngga, pastga, chapga, tepaga, chapga, tepaga. Mana ko'ryapsiz, toshlarimiz o'rta qismi to'liq yig'ildi. Siz ham xuddi mana shunaqa tarzda formulalari bilan yig'ib borishingiz mumkin men bilan birgalikda. Endi biz tepa qismini yig'ishga o'tamiz. Endi tepa qismini yig'ishda biz qaraydigan narsamiz, tepasini biz plus shakliga keltirishimiz kerak. Mana bu tepada bittagina oq rang turibdi. Biz buni mana bunaqa oq shakliga keltirishimiz kerak. Plus shaklida. Hozir biz kubik rubikni tepasini pastga qaratamiz. Mana bunday ishlaymiz. Mana biz yig'moqchi bo'lgan tomon va biz bu tomonda ishlaymiz. Hozir sizlarga formula ko'rsataman. Formulamizda agar mana shu tomondan hozir sizlarga ko'rsatadigan formulamni takrorlasangiz, mana bu tosh bu yerga keladi. Mana bu tosh esa bu yerga keladi. Mana bu tosh bu yerga keladi. Hozir sizga ko'rsatgan formulamni takrorlasangiz, hozir sizlarga formula ko'rsataman. Agar o'sha formulani takrorlasangiz, mana bu oq bu yerga keladi. Bu oq mana bu yerga keladi. Mana bu oq mana bu yerga keladi. Amal biz xohlaganimizni tushiramiz. Hozirgi o'rgatgan formulamni o'rgatmoqchi bo'lgan formulamni takrorlang. Mana bunday, bunday. E'tibor bilan videoni to'xtatib ko'rsangiz ham bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, mana bu yerdagi tosh bu yerga chiqib qoldi. Mana bu yerga ham yana bitta tosh kelib qoldi. Endi to'g'ri chiziq shakliga keltirishimiz kerak. Bizda mana shu ikkitasi tushdi. Bu yerga bitta tosh tushirsak, bizda bitta to'g'ri chiziq bo'ladi. Avval bitta to'g'ri chiziq qilamiz. Mana bu yerdan formulani takrorlasak, bu tosh bu yerga keladida to'g'ri chiziqqa aylanadi. Yana boyagi formulani takrorlayman, siz to'xtatib ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, to'g'ri chiziq shakliga keldi. Endi biz mana bu yerda tosh bo'lgani uchun yana bir marta shu formulani takrorlaymiz. Yana bir marta boyagi formulani takrorlayapman. Mana endi ko'rishingiz mumkin, tepamizda plus shakli hosil bo'ldi. Endi buni biz markazlari bilan to'g'rilab chiqishimiz kerak. Mana bu yerda ko'k turibdi, ko'k markazga olib boramiz. Ko'k markazga olib boramiz. Keyin qolganlariga qaraymiz. Mana bu yerda sabzi rang tushgan, qizil tushmagan, yashil tushmagan. Ikkitasi tushgan holatini ko'rishimiz kerak. Mana bizda sabzi rang tushgan, oq, ko'k tushgan. Mana shu ikkalasi mos turibdi. Demak biz nima desak bo'ladi? Qoidani bajardik. Bizga mana shu narsa kerak. Boshqa holatlarni ko'radigan bo'lsangiz, faqatgina bittasi tushadi. Mana yashil tushgan, lekin qolgan bittasi ham tushmagan. Bizga ikkitasi tushgan holat kerak. Bizga ikkitasi tushgan holat kerak. Mana bunday qildik va bizda sabzi rang bilan ko'k rang tushdi. Endi biz hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu ikkitasini ham tushirishimiz kerak. Mana ikkitasi tushgan. Endi biz mana shu tushgan tomonni bu yeridan ushlaymiz. Ko'ryapsiz? Mana ikkita rang tushgan. Bu yerdan ushlaymiz. Hozir mana bu formulani takrorlang.
o'zgarish bo'lmadi. Mana bu formulani ham takrorlang. Mana ko'ryapsiz, bizda plus shakli hosil bo'ldi. Videoni to'xtatib, bosqichma-bosqich o'zingiz orqasidan takrorlab yig'ib olishingiz mumkin. Shu tariqa tepasini plus shakliga keltirdik. Endi biz burchaklarni yig'ishimiz kerak. Bizda hech bitta tomon mos emas. Ko'ryapsiz, hech bitta tomon mos tushmagan. Biz xohlagan tomonimizdan hozirgi mana sizga formula ko'rsataman. Xuddi mana shu formulani xohlagan tomoningizdan takrorlasangiz bo'ladi. Mana biz yig'moqchi bo'lgan tomon va biz kubik rubikni mana bunda ishlaymiz va mana bu formulani takrorlang. Mana bizda o'zgarish bo'ldi, bittasi tushdi. Endi tushgan tomonini chap tomonidan ushlaymiz. Mana tushdi, bitta burchak. Mana bu yerdan ushlaymiz. Yana boyagi formulani takrorlaymiz. Bizda hali ham o'zgarish yo'q. Yana bir marta takrorlaymiz. Mana ko'ryapsiz, bittasi tushdi. Boya faqatgina mana bu tushgan edi. Bu yerda yana bittasi tushdi. Endi mana bu ikkitasi bittagina aylanib qolgan holatga tushdi. Mana buni bir marta toshni bir marta burasak joyiga tushadi. Buni ham bir marta burasak joyiga tushadi. Biz lekin buni buramaymiz. Mana bu formulani takrorlaymiz. Yig'moqchi bo'lgan tomonimizni mana shunday ushlaymiz. Shunday ushlaymiz va mana bu formulani takrorlaymiz. Mana bu yerni, mana shu yerni biz tushirmoqchimiz. Chapga, pastga, o'ngga, tepaga. Chapga, pastga, o'ngga, tepaga. Chapga, pastga, o'ngga, tepaga. Mana chapga qildim, oq keldi mana bu yerga. Pastga, o'ngga, tepaga. Endi bu joyiga tushdi. Endi mana buni bu yerga olib kelamiz. Mana bunday qilamiz. Bu yerga olib keldik. Yana chapga, pastga, o'ngga, tepaga. Chapga, pastga, o'ngga, tepaga. Chapga, pastga, o'ngga, tepaga. Va ko'ramizki, kubik rubikimizni to'liq noldan yig'dik. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kimda savollar bo'lsa, kommentariyada link qoldiraman. O'sha link orqali Telegram kanalimizga o'tib, o'z savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Savollaringizga ham javob berishga harakat qilamiz.